yozdilar. Aqrabolarni taklif qilib qolaversa, siz azizlarimizdan to'ylari bo'layotgan yoshlarning haqlariga duo olmoq niyatda siz u bizning mukofoti faqat jannatdir dedilar. Bir haj mabrur savobi dedilar. Bir ashob turib aytdiki, ya'ni 100 bora shundan qilsang, menga shuncha savoblar bo'lishligini payg'ambar uni tarbiyalasa, axloq odobini go'zal qilsa, hosil bo'lgan savoblardan barchalarimizdan o'tgan ota-ona ajdodlarimizdan umidvorlarimizni akamiz taraflaridan, Nodir akamiz taraflaridan o'tib ketgan Şirkemizde maza qilib. Mana marhamat. Assalomu alaykum. Bunaqa davralar juda redki bo'ladigan. Mana Abnor akam shu yerdalar. Mana shunaqa joylar ekanda ko'rmasu. Qarang. Shuncha harakat qilib oshladi, oxirgacha yemasdan voqliroq chiqib, ularni videoga tushirish harakat qilsam, Jamol aka nima deydilar? Shuncha videolarni birortasini ham ko'rmadim deydilar. Shuncha harakatlarning hammasi zoyi ketdi deyaptilar. Yo, hammasi joyi. Mana Jamol aka menda yozilgan ekan. Shu yig'ilishganiga rasmlarga tushirib, esdalik qilib. Shuning uchun tez ko'rishib turish kerak. Mana shunaqa rasmlarga oqibat mo'shni. Faqat shu oshni yig'ilsanglar kerak. Osh qarg'amchi o'zi. Rasmni tushirib. Yaxshi o'tirdingizmi? Tinchmisiz? Yaqinlaringizni ko'rganingizdan xursandmisiz? Juda xursandman. Yaxshi ham tadbirlarimiz bor. Har kuni to'y bo'lsin. Mana shunaqa to'ylarga, oshlarga yetkazsin. Aka, rahmat. Siz meni videolarimni ko'ryapsizmi? O'shanga qolganlarni mana shunaqa tadbirlarda hamma ko'rsin, bahramand bo'lsin. Juda chiroyli bo'lyapti. Ko'p ko'ryapmiz. Mayli, Facebooklarda. Harakat qiling. O'zim ham ko'rib xursandman. Tinch bo'linglar, sog' omon bo'linglar. Oqibatimiz yo'qolmasin. Uzoq yillik ko'rishinglar. Erkin aka, videomizni oxirisiga qo'yishga kadr kerak. Yaxshi o'tkazib oldingizmi? Boshlanib. Mana xudolaringiz ko'rdi. Hamma o'shasizmi? Ha, shunaqa bo'lib chiqdi. Mana boshlarda mana shunaqa ko'rishib bilamiz-da. Mayli aka. Baxtli bo'lsin. Rahmat. Hammamiz Yaxshi bor, hammani ko'rsatib turadi. Mayli, endi tarqalmasa bo'lmaydi. Men ketolmay o'tiribman. Hozir men ketgandan keyin bir qiziq ish bo'lib qoladi bu yerda.